Otamurod eshik va derazalari zich yopiq kulbaga, soyga ingan so'qmoqqa zimdan ko'z qirini tashlab qo'yarkan, juvonning rad javobidan qalbi o'pirilib tushishini qayta his qildi. Sardor cholning gurungi ortiq qulog'iga kirmay, mahzun xayolga toldi. U to'satdan sevib qolishi mumkinligini hech o'yiga keltirmagan edi. Bu tuyg'u shirin, o'z navbatida adadsiz azoblarga giriftor qilishini bilmagan ekan. Ayni damda esa ko'nglida sarkashlikka o'xshash nimadir uyg'ondi. Ilkis o'rnidan qo'zg'alib, umudu armonlarini, azobu totli hislarini shu hovlida qoldirib, jo'nab ketgisi keldi. Biroq u ko'rinmas bir ip bilan shu qadar chirmab tashlangandiki, uni shartta uzmoqqa na holi, na istagi bor edi. Qarashlari yosh qizaloqlarnikidek hokisor, tabassumi g'oyat jozibali, yuzlari shudring yuvgan tog' lolasidek tovlanuvchi bu parvashning hurkak nigohlari nimalarnidir va'da qilardiki, uni birgina ko'rmay ketishning o'zi borib turgan azob edi. Qayerda u? Nahotki ko'ngil izhoriga uning bergan javobi shu bo'lsa? Yigitning turli gumon va umidsizlik girdobida azob tortishiga sabab bo'lgan Zumrad esa ayni damda qishloqdan ancha olis bo'lmagan Archasorda tizzalarini quchgancha xayolga cho'mib o'tirardi. Oyoqlari tagida vafodor iti to'rtko'z yotardi. Juvonning ma'yus nigohi siyrak archali betga qadalgandi. Bu qishloq ayollari mozorga borishmaydi. Rozi rizolik uchun juvon bu yerni bekor tanlamagandi. Ko'z ochib ko'rgani mana shu betdan ko'chgan ko'chki ostida qolib halok bo'lgan. Qishloq ahli qidirib topgunga qadar 10 kundan oshiq shu yerda yotgan. Juvonning nazarida uning birinchi qabri mana shu maskan edi. Bu yerga kelib ketishiga hech kim monelik qilmaydi. Istagancha xayolga cho'mib, xohlagancha ko'z yosh to'kishi mumkin. Har safar bu yerga kelganida nazida butun olam unga qo'shilib motam tutganday tuyuladi. Archalar sukutda qotadi. Mayin shabada sho'xligini bas qiladi. Tog' jonivorlari sas chiqarmaslikka tirishadi. Kecha yigit yong'oqzorda uchratib, rizoligini so'raganida ham u mana shu manzilni qora tortgandi. Siyrak archali betga tikilgancha qalbidagi kechinmalarni quyidagicha bayon etgandi. 4 yil izzatingizni qildim. Shu vaqtgacha yolg'iz sizning xayolingiz bilan yashadim. Bundan so'ng bu tarzda yashay olmayman. Yashashim ham mumkin edi, ammo qulagan harsang ezib o'tgan archa novdasi ham qayta ko'klashga urinadi. Oftobga intiladi. Men-ku bir tirik inson. Agar bilsangiz, beshik tebratgim keladi. Go'dak hididan mast bo'lgim keladi. Nazarimda mehmon yigit yomon yigitga o'xshamaydi. Qarashlari samimiy, kulishlari yoqimli. Meni tashlab uzoqlarga ketarkansan-da deb o'pkalamang mendan. Ayol bamisoli bir tosh. Qayerga otilsa, o'sha yerda tek qotmog'i lozim. Bu qishloqda mening tengim yo'q. Bari uylangan, joylangan. Menam go'dak quchsam deyman. Suqum kirmasin deb dugonalarimning bolasini qo'limga olishdan qo'rqaman. Qiynalib ketdim juda. Shuning uchun ayblamang meni. Rozi bo'ling mendan. Tushlarimga kirib rizoligingizni bildiring. Sho'rlik yigit juda qiynalib ketdi. Ko'zlari to'la mung. Ko'p azob tortganga o'xshaydi. Rozi bo'lsangiz, u sho'rlikning yoqasini oqartiray. Boshini qirovdan asray. Beshik quchib go'dak hidlay. Belgi bering menga. Bu yoqda qishloq yigitlari g'imirlab qolishdi. Nimadandir g'ashi kelyapti ularning. Bugun esa juvon o'zida yo'q shod edi. Erining ruhidan minnatdor edi. Tongga yaqin tushiga eri kiribdi. Uzoq jilmayib turib, qo'ynidan oppoq shohi ro'mol chiqarib beribdi. Ro'molingni qaytardim. Baxtingni bersin deya asta ko'zdan g'oyib bo'libdi. Bundan minnatdor juvon erining ruhi bilan so'nggi bor xayrlashgani kelgan edi. Tabiiy. Otamurod bu sinoatdan bexabar. Zumradning
to'satdan g'oyib bo'lishini o'zicha tusmollab, turli xayollar iskanjasida qovurilib o'tirardi. Ko'ngliga yo'l topolmadim deya azobda edi. Odatda ayollar bilan til topishish Otamurod uchun hech qanday qiyin kechmasdi. Samimiyat bilan yondoshgani uchunmi ayollar unga tez el bo'lardi. Ammo nozik tabligi tufayli har qanday ayol ham unga yoqavermasdi. Anchadan beri qo'pol, serg'alva haydovchilar davrasida tirikchilik qilib kelayotgan esa-da, hali hanuz nozik tabligidan qutulmagan. Chapanilik uning tabiatiga butunlay yot edi. Shuning uchun ham og'zi shaloq hamkasblari guruhiga ko'pda qo'shilavermas, gohida odam qaynayotgan bozor maydoniga xayolchan tikilib, nima qilib yuribman o'zi bu yerda, degan o'yga borardi. Shunda tiriklik tussiz, odamlar esa hissiz ko'rinib ketardi ko'ziga. Bir xildagi tussiz kunlar. Na quvonch bor unda, na umid. Birov senga talpinmaydi, sen birovga intilmaysan. Muloqotlar o'ta jo'n. Kun bilan tunning aylanishi va evrilishi tirikchilik degan hissiz tushuncha tevaragida kechayotgandek tuyuladi. Nimasi bu? Bir vaqtlar o'zi muqaddas deb bilgan, ezgu orzularga to'liq tiriklik nechun bu qadar jo'nlashib ketdi? Xayolga toladi. Bunaqa paytda lug'at boyligi nihoyatda qashshoq, serg'alva hamkasblarining ovozi qulog'iga kirmaydi. Devona deyishadi boshqa haydovchilar uning bir chekkada xayolga botib o'tirishini ko'rib. Shunda devonaning xayoli birdan bo'linadi. Boshini ko'tarib o'ziga salom bergan kimsaga ajablanib boqadi. Tezda taniy qolmaydi. Qarshisidagi kimsa ustoz so'zini tilga olgandan so'nggina ro'parasida sobiq o'quvchilardan biri turganligini fahmlaydi. Quyuq so'rasharkan, o'sib ketibsan, unib ketibsan deganga o'xshash chuchmal gaplar qiladi. Ichdan esa o'zini juda noqulay his etadi. O'z navbatida qarshisidagi kimsaning ko'zlaridagi zuhurlangan hayratni ilg'amay qolmaydi. Bunga sari battar siqiladi. Axir bir vaqtlar daryo, dengizlar, o'rmon va kengliklar haqida berilib so'zlaydigan ziyoli bir odamning irkit choyxonada baqroq kishilar orasida o'tirishi qiziqda. Boz ustiga egnidagi ko'ylagi g'ijim, soqoli qirtishlanmagan, faqat qarashlarigina o'sha sokin, xotirjam va mehrli. U bu ishda oppoq ko'ylak kiyilmaydi, bo'yinbog' ham ortiqcha degisi keladi. Nega? Negaligini esa o'zi ham bilmaydi. Izoh nechun? Bari raftoringdan ko'rinib turibdi-ku. Qiziq jihati, quyosh ilgari ham xuddi hozirgidek nur sochardi. Hozir ham shunday, biroq nimadir o'zgargan. Tashida emas, ichida. Demak, olam degani ko'ngilda ekanda. Ko'ngildagi evrilishlarga qarab quyosh tuslanar ekanda. Manglayida hol ahvol so'rab turgan sobiq o'quvchisi uning o'tmishi, maqsad va maslakka yo'g'rilgan kechagi kuni. Buguni esa juda nochor. Naqadar nochorligi esa qarshisidagi kimsaning ko'zlarida aks etib turibdi. Shuning uchun hamisha sobiq o'quvchilardan qochmoq istaydi. Ammo ular uzoqdan ko'riboq yugurib kelaverishadi. Hatto yaqinda biri she'riy kitobchasini tashlab ketdi. Shapaloqdekkina. U bir lahzaga o'tmishga qaytdi. Kaftidagi kitobchani avaylab varaqladi. Ehtiyot bo'l, tag'in tushirib sindirib qo'yma. U boshini ko'taradi. O'ziga ishshayib tikilib turgan hamkasbini ko'radi. Chuqur xo'rsinib, tevarakka ko'z tashlaydi. Bozor, tirikchiligi bilan band olomon. Yuragi toriqadi. Qo'linsa bir gapdan sergak tortadi. Kitobchangdan bir-ikki varaq yirtib ber. Nariyoqqa o'tib kelay. Yigit shu damgacha haqorat-u kamsitishlarning turli tumanini eshitgan. Lekin bunisiga toqat qilmoq qiyindek tuyuldi. O'ng panjasi beixtiyor musht bo'lib tugildi. Bopladimmi degan ma'noda iljayib turgan yo'g'on haydovchi yigitning hissiz aftiga g'azabnok tikiladi. Do'pposlamoq o'yida o'rnidan qo'zg'alarkan, birdan niyatidan qaytadi. Ongsiz bir vujud-ku bu. Urmoqdan ne foyda? Degan xayolga boradi. O'zini bosa olganidan quvonadi. So'ng qo'lidagi kitobga chalg'iydi.
Undagi go'zal satrlarni kimgadir o'qib bergisi keladi. Taajjub. Tevaragi to'la odamu, lekin biror tinglovchi yo'q. Shunda so'rida oyoqlarini osiltirib, valaqlashib o'tirgan sheriklariga, tirikchilik g'amida ivirsib yurgan boshqalarga shogirdining go'zal tug'yonlari keraksizday tuyuladi. Unda nima uchun yoziladi? Bu beg'ubor tashbihlar. Yigitning ko'ngli g'ash tortib, o'zini bu yerga bog'lab turgan sabab haqida o'ylaydi. O'ylashi bilan yaqin o'tmishi qaridan ko'zlari qahrga to'la ayolning makkor siymosi qalqib chiqadi. Ayolning yupqa lablari orasidan qanot qoqqan so'nggi iboralarigacha Otamurod dunyoda kirakashlik kasbi borligidan bexabar edi. Bozor maydoni chekkasida qator turadigan mashinalarga ko'zi tushardi-yu, lekin bu olam sir asrorlari bilan ishi bo'lmas edi. Keyin yuz bergan voqealar u keskin ravishda o'zgargan turmush tarzi misoli zanjirdek bir-biriga bog'liq esa-da, barcha tafsilotlar boshida shu birgina zaharli ibora qalqib turardi. Sen ham erkakmisan? Saylda qiz tanlama. Bezaga tushadi-yu, illati ichida bo'ladi deganlaridek, ayolning yaltiroqligiga uchib uylangan Otamurod keyin boshini changallab qoldi. Ayolning uquvsizligi yetmaganidek, dili so'qir, tili uzun edi. So'zning fahmiga yetavermasdi. So'nggi bor aytgan gapi erkak kishi uchun naqadar tahqirli ekanligini keyin ham anglab yetolmagan. Uydan bosh olib ketgan erining qilig'idan ajablangan. Arazlaydigan nima debman? Savoli javobsiz qolgan. Yeng shimarib, chinakamiga hujumga o'tgan. Xafa qilish mana bunaqa bo'ladi deya yo'q yerdagi tuhmatlarni qalashtirib, sudga shikoyat yozgan. Maktabga kelib to'polon ko'targan. Maktab jamoasi yigitni himoya qilishdan ko'ra tinchlikni afzal bilgan. Ko'pchilik esa quruq bu tuhmatga chippa-chin ishongan. Odam bolasi ichida-da. Kim o'ylabdi deysan? Bu odamning bunchalik yovuzligini. Otamurod maktabni tark etdi-yu, ayolining taqibidan qutuldi. Ayoli esa o'zicha undan boplab o'chini olgan bo'ldi. Otamurod ichkilikka mukkasidan ketib, ishini tashlab qo'ygan jo'rasi Doniyorning mashinasini ijaraga olib, bozor maydoniga chiqdi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, erkakligini Botir Davonga namoyish etib, kirakashlar jamoasiga a'zo bo'lib oldi. Bo'sh paytlarida bostirma tagidagi qurilma bilan andormon bo'larkan, jo'rasi Doniyor shirakay holda kirib keladi. Bitmadimi hali? Bitib qolar. So'ng maza qilib uchasanmi? Nasib etsa. Buning 2 kishini ko'taradimi? Ko'tarsa kerak. Keyin qayoqqa uchamiz? Boshimiz oqqan tomonga. Unda tog'ga uchamiz. Nega endi tog'ga? Bilasanmi, umrimda hali baland tog'ga chiqib ko'rmaganman. 2 jo'ra hovlidagi yog'och o'rindiqqa yonma-yon cho'kkalashib, uzoqdagi tog'larga tikilishadi. Agar meni tog'ga olib borsang, ichkilikni tashlab ketsam kerak, deydi Doniyor sigaretini burqsitib. Tog'da do'kon yo'q. Demak, vinoyam yo'q. Odamlar g'ashingga tegmaydi. Jondorlarga oshna tutinib, tinchgina yashaysan. Otamurod tog' tomonga diqqatla boqadi. Shu paytgacha hech toqqa chiqmaganini o'ylaydi. Shuning uchun mana bu matohingni tezroq bitir, deya ming'irlaydi Doniyor. Ketamiz. Tog'ga bosh olib, buloq suvidan ichib, jo'xori non yeymiz. Nega endi jo'xori non? Tog'da jo'xoridan boshqasi unmasa kerak deb o'ylayman. Otamurod kuladi. Kulma, biz ham gazit-pazit o'qib turamiz. Doniyor jahllangan kishi bo'ladi. Buning bitishini kutib turgandan ko'ra, o'zim seni moshinda toqqa olib chiqa qolay? Yo'q. Doniyor lablarini cho'chchaytirib bosh chayqaydi. Faqat mana shunda chiqamiz. Uchib chiqamiz. Otamurod tog'larga bot tikiladi. Tog'lar negadir ko'ziga sirli ko'rinadi. Mana endi esa u jo'rasi orzulagan tog'da o'tiribdi. Tog'liq juvonning ishqida yuragi xun, jigari pora. Undan esa hanuz darak yo'q. U yo'liga qo'zg'algan bo'ladi. Turay men endi. Taom pishay deb qoldi. Sardorchol jiddiy e'tiroz bildiradi. Birato'la yeb ketasiz endi.
Dilgir ko'ngli bu gapdan orayish topib, qayta joyiga cho'kadi. Ichkaridan bir juft chinni kosa ko'tarib chiqqan kampirni ko'rgan Otamuratning kayfiyati battar buzildi. Mana, hademay ovqat suziladi. Taomdan so'ng uning bu yerda ortiq qolishi mumkin emas. Hurmati borida ketgani ma'qul. Agar Zumradning ko'ngli bo'lganida ketishini biladi. Allaqachon qorasini ko'rsatardi. Demak, yuragida uyg'ongan barcha orzu-umidlarini mana shu tog'lar bag'riga ko'mib, iziga qaytishga majbur. Oldinda esa uni bir-biriga o'xshash ruhsiz, rangsiz kunlar kutmoqda. Dilgir oqshomlar payt poylamoqda. Oqshomlari ubror yumush bilan band bo'lish uchungina qozon osadi. Qizigan qozonga yog' sola-sola sigaret tutatadi. Hovlisiga o'ychan tikilgancha muzlatgichdan 4-5 tuxum oladi. Azbaroyi ovqat yegisi kelganidan emas, azaliy odatga bo'ysunadi. Esida, kechki taom bolaligidan unga g'aroyib bir kayfiyatni uyg'otardi. Devorlari qirmizi rang so'zanalar bilan bezatilgan shohroq xonada bu kayfiyat negadir yanada kuchayardi. Taom suzib kiradigan onasi, to'rda yonboshlab yotadigan otasi, nechundir bu dunyo odamlariga o'xshamas, ko'ziga boshqacha ko'rinib ketardi. Qisqasi, sirli va sururli damlar edi. Biroq keyinchalik bu xonadonga kirib kelgan xotini devordagi so'zanalarni yulqib tashladi. Uyni mebel bilan to'ldirdi. Yigit ko'nikkan ertaknamo tus yo'qoldi. Shuningdek, g'aroyib ruh keldi. U o'zini taqir yerda qolgandek his eta boshladi. Bu haqda ayoliga nola qilganda, xotini uni tentakka chiqardi. Taqdiri ayolidan ayro tushgach esa, u bozordan turli xil qirmizi rang so'zanalar sotib olib, hozirgi uyiga boshdan oyoq osib chiqdi. O'zicha besatdi. Ammo bu qirmizi rang u bolalikdan ko'nikkan o'sha tanish haroratni berolmadi. So'zanali uyga suyukli ayol ham kerak ekan. Biroq uni bozordan sotib olib bo'lmasdi. Mushkul ish bu. Yomoni kelsa uyingni kuydiradi. Unda yaxshisini qandoq topmoq kerak? Buning uchun esa avvalo yurak qurg'ur chiz etmog'i lozim. Yuragini chizillatgan ayoldan esa hanuz darak yo'q. Ahmoq bo'lib necha kundirki uni o'z xonadonida tasavvur etib yuribdi. Uning xayoli bilan turib, uning xayoli bilan yashab yuribdi. U esa mana, rad javobi sifatida qorasini ham ko'rsatgani yo'q. Otamurod, sen bo'lmasang boshqasi deydigan yigitlardan emasdi. Muhabbatsiz turmushning naqadar sovuqligini u boshidan kechirgan. Bunday ro'zg'orning boridan yo'g'i yaxshirog'ini anglab ulgurgandi. Yana bilardiki, yomonni yaxshilab bo'lmaydi. Ayrim erkaklarga o'xshab, ayolni zulm ostida ushlab turishni jini suymaydi. Ayoling shunday bo'lsa-ki, uni ko'chadan sog'inib qaytsang, derdi. Xuddi otasidek. Ko'chadan kirgan otasining ko'zi onasidan boshqasini ko'rmasdi. Alang-jalang qaranib, onang qani derdi. Onasi oshxonadanmi yo qo'radan turib ovoz bergachgina tinchlanardi-da, so'ng bolalarining mavjudligini sezganday bo'lardi. Kelini yomon chiqqach, u yomon kelinga ayolini talattirib o'tirmadi. Shohroq hovlisini o'g'liga hadya qilib, o'zi katta hovli olib chiqib ketdi. Hozir ham biyozor musichalarday bir-biriga suykalishib, umr guzoronlik qilib kelishadi.